Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari. Bu takmin amerikanskiy deyishadi. Hamma yo'q energiyaga kerak apparatimiz. Hozir orqalaridan ko'rsatib o'taman bir qator. Ishlar energiyaga biz ko'chirmaganmiz. Bu chizilib qolmasligi uchun. Konsersh. Gazlari zo'r. Sochish sistemasi ishlayapti, sochish. Arafasida ko'rishingiz mumkin. Hamma yo'q energiyaga bu akamiz. Hamma yo'q energiyaga qilib berildilar. Pepsi'ga qilib berildilar. Nakleygasini o'z Pepsi qilmaslik. Pepsi shunaqa do'konlar bor ekan menimcha. Shuni oldiga qo'yadilar shekilli. Ishlar ham energiyaga. Suv bacholar energiyaga. Apparatimiz mana orqasidan ko'rinishi. Bu apparatimiz komplektida bu kislorod balon yo'q, lekin reduktori bor. Bu bunday oq bachokchasi ham yo'q. Biz bu pastdagi katta bachokka suv to'ldirmaymiz. Bu 100 litr, 200 litr atrofida suv sig'adi, bu ko'tarib olib qo'yishimizga noqulay biz. Biz bu bachokchaga suv to'ldirib ishlatamiz. Xo'p. Bu sirop turgan bachoklari 300 peshovoy markada. Bu axlatli bachosi energiyaga kerak. Ichida turgan bu qanaqasi ham energiyaga peshovoy 300 ga. Konditsioner Artel 12 li. Konditsioner sovutishlari o'ta zo'r, o'ta tez sovutadi. Xohlovchilar bo'lsa aloqaga chiqsani yasab beramiz. 91 lik 367 33 39 telefon raqamlarimiz.